İptidoiy jamiyatdan hozirgi zamon madaniyatigacha necha ming yildan buyon sonsizlagan olimlar olamning sirini bilishga uringan. Lekin biz yanada yer sharidan chiqib ketolmadik. Biz butun kuchimiz bilan tirishsaqmi, lekin yanada bu chambarakdan chiqib ketolmaymiz. Hayotlikning mavjud bo'lishi zodi to'g'ri kelib qilishmi? İnsanlar haqiqatan yuqori darajalik madaniyatlar yetishtirgan tajriba bo'yimi? Balkim biz olam bo'shlig'ida sayohat qilib baqsaq, javobga erishishimiz mumkin. Qarang, bu nima degan go'zal sayyora. 197 davlat, 7 milliarddan ko'parak aholi, necha million xildan ortiq jonliq olam bo'shlig'ida laylab yurgan bu chang-to'zon ustida yashaydi. Orliqning uzurishiga agishib, bo'shliqdagi hamma narsa tutuqlashishga boshlaydi. Biz hamisha yer sharini intayin cho'ng deb qaraymiz. Lekin u haqiqatan bakli kichik. Olamning cho'ng doirasi ichida u butunlay bor bilan yo'qning o'rtasida turdi. Olamga nisbatan bizning mavjudligimizning bo'lsa, qilchi ahamiyati yo'q. Ekran oldida yer sharining ko'rish doiramizdan asta-asta g'oyib bo'lishiga agishib, Quyosh sistemasi ko'z oldimizda paydo bo'ladi. Bu bir qancha yoy siziq bo'lsa, 8 cho'ng sayyoraning Quyosh atrofida aylanish orbitasi. Toki hozirga qadar insonlarning sun'iy tashkurish asbobi sayohatchi birinchi nomermi Quyosh sistemasidan chiqib ketayligini yo'q. Quyosh sistemasining ko'z oldimizdan yiroqlashishiga agishib, necha million xil hayotlikni energiya bilan ta'minlayotgan Quyoshmi shunchalik arzimas holatga tushib qoldi. Shuni bilishimiz kerakki, samo yo'li sistemasida Quyoshga o'xshash turg'u yulduzdan taxminan 400 milliardi bor. Bu qandoq ufqum? U xuddi yer sharidagi qumga o'xshash ko'zga cheliqibmi qo'ymaydi. Nurg'unlagan bulutsimon turg'u yulduzlarni kesib o'tgandan keyin oxiri samo yo'li sistemasi ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Men hayron qolgandan boshqa uni sifatlaydigan so'z topolmadim. Ishonamanki, samo yo'li sistemasida sanoqsiz yuqori darajalik madaniyatlar bo'lishi mumkin. Afsuslanarli shuki, olam bo'shlig'iga nisbatan samo yo'li sistemasining tilga olg'uvchiligi yo'q. Ekran oldidagi har bir chekit bir yulduzlar sistemasiga vakillik qiladi. Ular mana mushu qorong'u olamda mavjud bo'lib turdi. Nima degan go'zal, nima degan yigona. Hubble teleskopida kuzatish orqali navbatda olam bo'shlig'i barpo bo'lganiga 13 milliard 800 million yil bo'lgan deb faraz qilingan. Kuzatkili bo'ladigan olamning diametri taxminan 93 milliard yo'riqlik yil. Mana bu mushundaq bir poyonsiz olam. Mana bu insonlar tushunish fursati bo'lmagan olam. Meni ishongim kelmaydi. Men tasavvur qila olmayman. Lekin natija siz bilan meni oldimda turibdi.